Ramazandagi ro'zalaringiz. Ro'zining ruhiy va maqsadlariga ko'ngil bo'lishi zarur bo'lib qolmay, Ramazonning ahkomlari, dalillari va ro'zini go'zal qiladigan xususlarni bilishimi muhimdir. Nurg'unlagan kishilarning bu farzning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun harakatlantiruvchi bir ruhga ehtiyoji bo'lganidek, yana nurg'un kishilarning ro'zini to'g'ri va mukammal ado qilish uchun aloqador hukmlarni bilishga ehtiyoji bordir. Ro'zdor qarindishim, qani birlikda ro'zining eng muhim hukmlarini va uningdagi hikmatni ko'rib chiqayli. 1. Ramazon oyining kirganligini muqimdashda bir musulmon kishining yangi oyni ko'rganligini xabar berishi kifoyadir. Bir kishining guvohligini qabul qilish ibodatni osonlashtirishning qatoridandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z zamonasida bir musulmon yangi oyni ko'rganligini xabar bersa, jami musulmonlarni ro'za tutishga buyurdi va o'zimi ro'za tutatdi. Bu vaqtda Abdullah ibn Umar raziyallohu anhuma mundaq deydi: Hamma kishi Ramazonning yangi oyini ko'rish uchun osmonga qarashgan edik. Men payg'ambar alayhissalomga yangi oyni ko'rganligimni xabar bergan edim. Payg'ambar alayhissalom ro'za tutdi va musulmonlarni ro'za tutishga buyurdi. Yangi oyni ko'rishda bir kishining xabari bilan kifoyalanish Imom Shafi'i, Imom Ahmad, Ibn Hazm, Ibn Taymiya va Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhilarning ko'z qarashidir. 2. Ramazon oyi alohida bir oydir. 29 kun yoki 30 kun kelsin, ajr mukofoti kamil bir oyningdir. Ilgirki va keyingi oylardan farqli bo'lganlik uchun Ramazon oyi boshlanishdan 1-2 kun ilgari Hayit kuniga o'xshash ro'za tutish cheklangandir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Ramazondan 1 yoki 2 kun burun ro'za tutib olmanglar. Faqatla ro'za tutayotgan kishi tutaversa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarning Ramazonni ishtiyoq bilan kutib olish uchun hatto Ramazon kelishdan 2 hafta ilgari ro'za tutishdan cheklab mundaq degan: Barat, ya'ni Sha'ban oy yarimlashganda ro'za tutmanglar. 3. Ramazonning ajri buyuk bo'lsa-mu, Alloh rahmat qilib aqlini yo'qotgan va balog'at yetmaganlarni kechirib o'tgan. Kasallik yoki ziyoda qarilik sababidan ro'za tutishga toqat yetmaydigan kishilarni ro'zaga zo'rlamay, har kunlik ro'za uchun bir miskinni to'yg'izishni farz qilgan. Qodir bo'lolmaydiganlardan ro'zani kechirim qilib o'tish, hargizmi ular Ramazon oyini ulug'lamasimi, bu oyning izzat hurmatini qilmasimi va kuchi yetgan toat ibodatlarni qilmay, vaqtlarni behuda o'tkazmasimi bo'ladi deganlik emas. Musulmon emaslar nima qilayotganini bilmaydigan aqli kam kishilar va hayzdor yoki nifasdor ayollarga kelsak, ularning ro'za tutishi to'g'ri bo'lmaydi. Tutgan taqdirdami savob berilmaydi. Sababi musulmon bo'lmagan va ya aqli kam kishilar ro'zaning qabul bo'lishi uchun bekitilgan shartlarni bilmaganlikdan ham o'rinday olmaganlikdan ro'zasi qabul bo'lmaydi. Lekin hayzdor va nifasdor ayol kishilarning Ramazon oyida namoz o'qiy olmagan va ro'za tutolmagandan boshqa kuchining yetishicha ko'proq Qur'on Karim anglash, zikr tasbih, tavba istig'for aytish va duo qilish bilan birga yaxshi ish va sadaqa ihsonni ko'plab qilish haqqi bordir. 4. Ramazonning asosli maqsadi Alloh taoladan savob umid qilish bo'lg'achqa, tutilgan ro'zaning qabul bo'lishi uchun Ramazon bo'yicha har kecha niyatni yangilash shartdir. Hafsa radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom shundoq degan: Kimki kechidan ro'za tutishga niyat qilmagan bo'lsa, u kishi uchun ro'za yo'qdir. Bu yerda niyatda umumanlik kifoyadir. Bir kishi shu kechada ro'za tutmaslikni niyat qilmaganlar bo'lsa, u kishi har kecha ro'zasini davomlashtirish uchun qilgan umumiy niyat kifoyadir. 5. Kimki ro'zaga niyat qilib yotgan bo'lsa, tutgan ro'zasining sog'lom bo'lishi uchun atsi tang suzilgandan tortib toki kun patqucha ro'zani buzg'uvchi butun omillardan o'zini yiroq tutishi vojib bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq degan: Toki tangning oq yepi qor yepidan ayrilganga, ya'ni tang yo'rg'anga qadar yanglar ichinglar. Andan kech kirgicha ro'za tutinglar. Ro'zadorning birlikka kelingan 6 turlik ro'zani buzg'uvchi omildan saqlanishi vojibdir. 1. Qasddan yeb ichish. 2. Yeb ichishga yetadigan ishlar. Masalan, bo'g'izga yetib borgudek darajada burniga bir narsa temitish yoki burniga suv elish va yoki og'zini chayqash degandek ishlar. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi:
Ro'zador vaqtingdan boshqa vaqtlarda burniga suv ilishni voyaga yetkazgin. Oziqlantiruvchi asma yoki normal okul va yoki qon soldirish qatorliqlarmi yeb ichishning hukmidagi ro'zani buzib o'tadigan omillardir. Ko'z yoki quloqqa dora yoki shuningdek narsalarni temitish, surma surish, xushpuroqlarni purash, oziqlantirmaydigan asma yoki normal okullarni ishiltish, kasal davolashda ishlatadigan har xil dora yoki jihozlardan foydalanish qatorliqlar yeb ichishning hukmida bo'lmaganlikdan ro'zani buzib o'tmaydi. Kuchli qarashda qon oldirishmi ro'zani buzib o'tmaydi. Bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom ro'zador holatda qon oldirgan edi. Bu hadis Savban radhiyallohu anhuning qon oldirg'uchi va olg'uchi ro'zasini buzgan bo'ladi degan hadisning hukmini amaldan qoldirib o'tadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhissalom ro'zadorning ayolini so'yishiga va qon oldirishiga ruxsat qilgan edi degan hadisi kuchlantirdi. 3. Jimo qilish. Uyg'oq holatida ayolini quchoqlash, o'ynashish bilan yoki onanizm va yoki boshqa yo'llar bilan ehtilom bo'lish jimoning hukmida bo'lganlik uchun ro'zani buzib etadi. 5. Qasddan zo'rlab qusish. Bumi ulamolarning ittifoqi bilan ro'zani buzib etadi. Ammo normal qusish ro'zani buzib etmaydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi. O'zligidan qusib o'tgan kishiga ro'zaning qazosi kelmaydi. Qasddan qusgan kishi qazosini tutadi. 6. Ro'zador holatida hayz kelib qolish yoki nifoslik bo'lib qolish, hatto iftor vaqti yaqinlashib qolgan vaqtda bo'lsa-mu, ulamolarning ittifoqi bilan ro'za buziladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Ayol kishi hayzdor vaqtida namoz o'qimaydi va ro'za tutmaydi emasmi? 6. Kishi unutib qolib yoki xatolashib ro'zani buzib o'tadigan ishlardan birini qilib salsa, u kishining ro'zasi buzilmaydi. Qazosimi vojib bo'lmaydi. Kishi ko'pincha unutib qolib yeb yoki ichib qo'ydi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom ro'zador odam esida yo'q bir narsa yeb yoki ichib salsa, ro'zasini buzib o'tmay tutaversin. Chunki u kishiga Alloh yegizibdi va ichkizibdi deydi. Bir kishi tong tax yurmidi deb o'ylab qolib, tong yurib ketgandan keyinmi zuhurlik yeyishni davom qilgan bo'lsa, yoki kun petib ketdi deb qolib, kun petishdan ilgari og'iz ichib qo'ygan bo'lsa, yuqorida bayon qilingan xatolashquchining hukmida bo'ladi. Ya'ni ro'zasi buzilmaydi. Kimki o'zursiz qasddan ro'zasini buzib etsa, Allohga yalvorib tavba qilish vojib bo'ladigan cho'ng bir gunohni sodir qilgan bo'ladi. U kishi ko'pchilik ulamolarning ko'z qarashi bo'yicha ro'zasini buzib o'tgan kunning miqdorida qazosini qiladi. 7. Ayol kishi Ramazonda hayz ko'rsa yoki nifosdor bo'lib qolsa, ro'za tutishi cheklanadi. Saqaygandan keyin qazosini tutadi. Muaza al-Adawiyya Aisha radhiyallohu anhadan hayzdan paklanganda hayz mazgilida o'qiyolmagan namozning qazosini qilamdi deb so'radi u. Haruriyaliklardanmi siz dedi. Muaza yo'qsa men haruriyalardan emasman. Faqat bu vaqtdagi hukmni bilmoqchiman dedi. Shuning bilan mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot chog'larida hayzdor bo'latdik. Ro'zaning qazosini tutishga buyurilatdik, namozning qazosini o'tashga buyurilmaydi deb javob bergan. 8. Kimki Ramazonda safar qilgan bo'lsa, safarda jafo mushaqqat bo'lmagan taqdirdami, Alloh u kishining ro'za tutmasligini muboh qildi. Alloh taolo bundoq deydi. Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lsa, ya'ni ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirlikni xohlamaydi. Lekin safarda ro'za tutmaslikning joiz bo'lishi ro'za tutqusi bor kishini cheklamaydi. Hamza ibn Amr al-Aslami radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, safarda ro'za tutishga o'zimda bir kuch-quvvatni his qilyapman. Ro'za tutsam menga gunoh bo'lamdi?" deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom: "U Allohning ruxsatidir. Kimki ruxsatga muvofiq ish qilgan bo'lsa, u kishi uchun yaxshidir. Kimki ro'za tutishni yaxshi ko'rib ro'za tutgan bo'lsa, u kishiga gunoh yo'qdir" deb javob berdi. 9. Kimki Ramazon oyida kunduzi ro'zador holda ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa, ro'zani buzgan va gunohkor bo'lgan bo'ladi. U kishiga ro'za buzilgan kunning qazosini qilish bilan birga kafarat berish farzdir. Kafarat Sahihaynda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga asosan qul ozod qilish,
Agar kuchi yetmasa, arqa uzildirmay 2 oy ro'za tutish, agar ro'za tutishga kuchi yetmasa, 60 miskinni to'yg'izish bilan bo'ladi. 10. Kimki Ramazon kunlarida ro'za tutishga toqati yetmaydigan holda bo'lsa, ro'za tutmasimi joizdir. Hatto ro'za tutsa, u odamga ziyonli ekanligi jazmlashsa, ro'za tutmasligi vojibdir. Shubhasizki, Alloh taolo bu ummatdan mushaqqatni ko'tarib o'tgan. Alloh sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Kimki hali qattiq xaroblikdan ro'za tutolmagan bo'lsa, ahvoli yaxshilangan vaqtda tutolmagan kunlarning qazosini qiladi. Ro'za tutib qolsa, o'zidan yoki bolasidan andisha qiladigan homildor ayol yoki bola emitadigan ana ro'za tutish ziyonli kishining hukmiga tushadi. Rasululloh Alloh taolo yo'lovchidan ro'za bilan namozning yarmini, homildor yoki bola emitguchidan ro'zani ko'tarib o'tdi degan. 11. Ro'za tutishga kuchi yetmaydigan yashanganlar va saqaymas kasallarga ro'za tutish vojib emasdir. Lekin ro'za tutolmagan har bir kunlik ro'zaning o'rniga bir miskinni to'yg'izishi vojibdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Alloh taolaning ro'zani qarilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunlik ro'zasi uchun bir miskin to'yg'idak tomoq fidya berishi lozim degan oyatini o'qidi va mundoq dedi. Bu oyatning hukmi kuchga ega. Yashanganlik sababidan ro'za tutishga kuchi yetmagan buvay-momaylar har kunlik ro'zaning o'rniga bir miskinni to'yg'izadi. Bir narsani farq etolmaydigan va og'zidan chiqqanini bilmaydigan yashanganlarga kelsak, ularga ilohiy taklif saqit bo'lganlik uchun ro'za tutishmi, fidya berishmi vojib emas. Ey Alloh, bizni dinimizni to'g'ri tushuna oladiganlardan qilgan. Bizga manfaatli narsalarni o'rgatib qo'ygan. Bizga o'rgatgan narsani bizga manfaatli qilib bergan. Ilmimizni ziyoda qilib bergan. Amin. Manba Dr. Abdul Aziz Mustafa Kamil. Ro'zaning ruhi va ma'nolari. Arabchadan tarjima qilguvchi Muhammad Tursun Yusuf. Sajiya Islom tadqiqot markazi.